Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Pelosining Tayvan ziyarati boshqa davlatlarning ziyaratiga rasmiy yo'l ochdi. Nancy Pelosining butun dunyoga g'ulg'ula qo'zg'agan Tayvan ziyaratidan bir necha kun o'tibla, Litvaniyaning bir muavin ministrimi Tayvanni ziyorat qilgan bo'lib, Xitoy darhol uningga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Litvaniya qatnash va aloqa ministrligining muavin ministri Agniy Vaychokevichutining boshchiligidagi 11 kishilik hay'at 7 avgust Tayvanga yetib borgan bo'lib, 5 kunlik ziyoratda bo'lgan va bu jarayonda ko'plagan shaharlarni ziyorat qilib, 10 necha yig'inga qatnashgan. Uning bu qitimliq ziyorati Amerika Avam palata raisi Nancy Pelosining Tayvan ziyoratidan bir necha kun o'tibla amalga oshgan. Bu ziyorat Xitoy rejimini qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi 12 avgust organ to'rbitida Agniy Vaychokevichutiga jazo yurgizganligi haqida bayonot e'lon qildi. Xitoy taraf bayonotida Litvaniyaning mazkur muavin ministrining Tayvanni ziyorat qilish orqali Xitoyning ichki ishlarga aralashganligini va atalmish bir Xitoy siyosatiga xiloflik qilganligini da'vo qildi. Shundaqla Vaychokevichutiga jazo yurgizganligini, Litvaniya qatnash va aloqa ministrligi bilan bog'liq hamkorligini to'xtatganligini va Litvaniya bilan xalqaro transport sohasidagi hamkorligini to'xtatganligini bildirdi. Yaqinqi bir necha yildan beri Litvaniya bilan Xitoyning munosabati uzluksiz yiriklashib mangan bo'lib, bultur Litvaniya hukumati Tayvan hukumatining Litvaniyada Tayvan nomi bilan vakolatxona qurishiga yo'l qo'yganligi sababli jiddiychilik tiximi kuchaygan. Xitoy keyin buningga qarshi turli iqtisodiy va diplomatik vositalar orqali Litvaniyadan o'ch olgan. Undan boshqa Litvaniya Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan va Beijing qishloq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilgan oz sonli davlatlar qatoridan hisoblandi. Bachelet pat yaqinda Sharqiy Turkiston dokladini e'lon qilishga va'da bergan. BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet Sharqiy Turkiston haqidagi dokladni izchil kechiktirganligi sababli kuchli tanqidga uchrayotgan bir paytda, oliy amaldor ishxonasining bayonotchisi Bacheletning bu oy oxirigacha dokladni e'lon qilishga va'da berganligini yana bir qitim ta'kidladi. Amerika ovozining 13 avgustdagi xabarda bildirilishicha, BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasining bayonotchisi Zil Sirosel oliy amaldori Michel Bacheletning bu oy oxirida vazifasidan ayrilishdan burun Sharqiy Turkiston haqidagi dokladni e'lon qilishga va'da berganligini bildirgan. Michel Bachelet bu yil 23 maydan 28 maygacha Xitoyning qattiq chekilmasi ostida Sharqiy Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, ziyoratdan keyin e'lon qilgan bir taraflama bayonoti xalqarada kuchli tanqidga uchirgan edi. Shundaqla Xitoy buni ko'zil sifatida ko'plab qo'llangan edi. Michel Bacheletning vazifa muddati bu yil 31 avgust oxirlashadigan bo'lib, garchi 4 yil davomlashadigan bu vazifaga Bacheletning yana bir qitim saylanish fursati bo'lsa-mu, u buningdan voz kechgan. Gerçi BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasi Sharqiy Turkistonning vaziyati haqidagi dokladini bulturning oxirlarida butkazib bo'lgan bo'lsa-mu, e'lon qilishni hozirga qadar kechiktirib kelgan. Bu jarayonda Xitoy rejimining Michel Bacheletga va BDTdagi diplomatiya o'maklariga maktub avatib, mazkur dokladning e'lon qilinishini to'sib qilishga uringanligi oshkorlangan. Michel Bacheletning vazifadan ayrilish muddatining yaqinlashishiga ergishib, Xitoy texmo ko'p razil vositalarni qo'llangan bo'lib, yaqinda Sharqiy Turkiston xalqini Bacheletga yolg'on guvohlik berilgan ilxat avatishga majburlagan. Michel Bachelet 6-oyda e'lon qilgan bayonotida Sharqiy Turkiston dokladini vazifasidan ayrilishdan burun e'lon qilganligi haqida va'da bergan bo'lib, navbatda uning bayonotchisi buni yana bir qitim ta'kidlagan. Tayvan rayon xarakterlik muqimsizlikni keltirib chiqarayotgani dal Xitoy dedi. Xitoy bilan egili huquq talash tortishi davomlashayotgan Tayvan hukumati Beijingning Aqtashliq kitobida ko'rsatilgan bir davlatda ikki tuzum asosidagi tinch birlashish taklifini rad qilganligini jakoladi. Tayvan tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ou Chang-an e'lon qilgan bayonotida bir tarafdan orol atrofida harbiy manevrlarni o'tkazib, yana bir tarafdan tinch birlikka kelish uchuri e'lon qilishining to'limi ishonchsiz bir ahvol ekanligini ta'kidlagan. U bayonotida cho'ng quruqlikdagi kommunistlar azaldan Tayvanga hukmronlik qilib boqqan emas. Tayvanning egalik huquqi 23 million 500 ming yuan xalqiga tava. Tayvan xalqi Beijingning bir davlatda ikki xil tuzum talabini asos qilib, birlashish taklifini qat'iy qabul qilmaydi degan. Ou Chang-an bayonotida yana
Xitoy Amerika Avam palatasi boshlig'i Nancy Pelosining oroldagi ziyoratini bahona qilib ig'vogarchilik harakatlarida bo'ldi. Manevr orqali harbiy kuch ko'rsatdi. Tayvanni tor hujumi va ta'tir tashviqot faoliyatlari orqali qo'rqitmoqchi bo'ldi. Faqat Tayvanga emas, butun rayonning tinchligiga tahdid soldi. Haqiqiy xalqaro o'yin o'zgartuvchi va rayon xarakterlik muqimsizlikni keltirib chiqaruvchi dal Xitoydir degan. Xitoy hukumati chorshanba kuni e'lon qilingan Tayvanga aloqador aqtoshlik kitobida ikki taraf o'rtasidagi ideya va ijtimoiy farqni e'tirof qilishni asos qilgan atalmish tinch birlashish nishonini da'vo qilgan edi. Va hujjatda bir davlatda ikki xil tuzum siyosatining eng sig'diruvchan hal qilish chorasi bo'lganligini ilgari surgan edi. Tashkilotlar birligi hay'ati bir qism ma'rif organlarini ziyorat qildi. Turkiyada yangi o'qish yili boshlanishga oz qolgan bir paytda Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlari birligi va Sutuq Buraxon ilm va madaniyat vaqfiga vakolatan bir hay'at Turkiyaning bir qism ma'rif o'rinlarini va davlat arboblarini ziyorat qildi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Sutuq Buraxon ilm va madaniyat vaqfi raisi doktor Abduxoliq Uyg'ur va Sharqiy Turkiston o'limalar birligi raisi doktor Ataulloh Shahyor boshchiligidagi bir hay'at 12 avgust Turkiya Ma'rif ministrligining muavin ministri doktor Nazif Yilmazni ziyorat qildi. Hay'atni doktor Nazif Yilmaz o'z ishxonasida qizg'in kutib oldi. Ziyorat jarayonida hay'at doktor Nazif Yilmaz bilan Turkiyadagi har qaysi maktab, universitetlarga qabul qilingan Sharqiy Turkistonlik o'quvchilarning umumiy ahvoli va bundan keyin o'quvchilarning ishlarini texmo osonlashtirish qatorliq masalalarni muzokara qildi. Hay'at shu kuni yana Turkiya Diyanat vaqfini ziyorat qilgan bo'lib, hay'atni Diyanat vaqfi raisi Ehson Ochiq kutib oldi. Ziyorat jarayonida Turkiyada o'qiyotgan Sharqiy Turkistonlik o'quvchilar haqida suhbat o'tkazilgan bo'lib, Ehson apandi Turkiyaning ba'zi viloyatlaridagi Uyg'ur o'quvchilaridan Diyanat vaqfining o'quvchilar yotiqiga ehtiyojli bo'lganlarga yordam qildiganligini bildirdi. Mazkur hay'at yana 11 avgust Kütahya Dumlupinar universitetini ziyorat qilgan bo'lib, hay'atni universitet mudiri professor doktor Kozim Uysal va muavin mudiri professor doktor Shahmurod Arik kutib oldi. Ziyorat jarayonida o'tgan 2 yilda mazkur universitetga qabul qilingan Sharqiy Turkistonlik o'quvchilarning umumiy ahvoli va bundan keyin mazkur universitetga texmo ko'p o'quvchi qabul qilish haqida suhbat o'tkazildi. Angliya Ukrainani texmo ko'p qurol-yarog' bilan ta'minlamoqchi. Angliyaning Ukrainani texmo ko'p raketamyot sistemasi va boshqarilgan bomba bilan ta'minlaydiganligi bildirildi. Angliya davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, bu qaror bu yilning boshlarida Ukraina armiyasiga berilgan ko'p xil raketamyot sistemasining muvaffaqiyatli ishlatilishidan keyin chiqarilgan. Angliya davlat mudofaa vaziri Ben Wallace'ning so'zi naql keltirgan bayonotida yangi harbiy jihatdagi qo'llash Ukraina qismlarining Rossiyaning tajovuzchiligi va uzun musofirlik zambiraklarni qalaymaqon ishlatishiga qarshi turishiga zamin hozirlab berdi deyilgan. U bayonotda yana Angliya va xalqaro jamiyat bu qonunsiz urushga davomli qarshi turdi va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tajovuzchiligidan mudofialanish uchun Ukrainaga harbiy jihatdan yordam berdi degan. Angliyaning Ukrainani texmo ko'p raketamyot sistemasi va yetakchi boshqarilgan bomba bilan ta'minlaydiganligi eskartilgan. Ve bu harbiy yordamning Angliyaning taxminan 10 ming Ukraina askarlarini tarbiyalash va'dasiga tuhfa qo'shadiganligi, buni Kanada, Daniya, Shvetsiya, Finlandiya va Gollandiyaning qo'llaydiganligi qayd qilingan. Guterres BDTning Shimoliy Koreyani yadrosizlashtirish irodasi qat'iy dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Baş Katibi Antonio Guterres, BDT'nin Şimali Kore'ni butunlay yadrosizlashtirish irodasining qat'iyligini ta'kidladi. Turkiya Ovoz radiosuning xabarida bildirilishicha, Janubiy Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol poytaxti Seulda Birleşken Devletler Teşkilatı Baş Katibi Antonio Guterres qabul qilgan bo'lib, uchrashishda Guterres Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Koreya ve Koreya yerim orolini butunlay ve uzil-kesil yadrosizlashtirish irodasining qat'iyligini ta'kidlagan. Hamda asosliq nishonlarining butkul rayonga tinchlik, xotirjamlik va muqimlik elib kelish ekanligini qayd qilib o'tgan. Guterres tunugun Seulda Janubiy Koreya tashqi ishlar ministri Park Jin bilan ko'rishgan. Park Jin Guterresga Birleşken Devletler Teşkilatı boshchiligidagi xalqaro jamiyatning Shimoliy Koreyaning yadro qurollariga doir talablarini qabul qilmaydiganligi to'g'riliq Shimoliy Koreyaga keskin va o'rtaq signal berishning zarurligini aytgan. Guterres bo'lsa Janubiy Koreyaning Koreya yerim orolidagi tinchlik saqlash harakatining qo'llashga erishayotganligini bildirgan.
Turkiyaning eng chong universitet kutubxonasi ishga kirishtirildi. 12 avgust İstanbul Medeniyet Universiteti Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik binasının içiliş murasimi ötküzülgen bulup, bu Türkiye'deki en çoğun üniversitet kütüphanesi bulup hesaplandıken. Türkiye Avazı Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan içiliş murasimiga qatnashgan ve bu yerda qilgan so'zida hozir Türkiye'deki en çoğun kütüphanesining Ankara'daki Beştepe Prezidentlik Mahkemesi binasiga joylashgan 5 million tal kitobga ega davlat kitobxonasi ekanligini eskartgandan keyin Medeniyet Universitetida 1 million tal kitobga ega ve bir vaqtda 3000 kishiga mulozimat qiladigan davlatimizdagi eng cho'ng universitet kutubxonasi ochamiz degan. U har qaysi maktablarning kutubxonalaridagi kitob sonini qisqa vaqt ichida 3 hassa ko'paytib 70 millionga yetkazganligini, buni yil oxirigacha 100 millionga yetkazganligini qayd qilib o'tgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.